أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المعرب والمبني واسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر كابتقار أصيلا deydim. Bu mu'rab ve mebnininki hakkıdaki babdır bu deydim. Mu'rab ve mebnininki hakkıda toxtalımız deydim. Şimdi biz hem de yukarıda kalam ve kelime degan limon deganninki üstüde toxtaldık. Toxtalıp yani kelimeninki özü 3 kısım boladiganligi ve onunki mahiyeti, hakikati ve onunki alametleri her birisiniki bunun üstüde hem nimkan bulduk, toxtalgan bulduk. Yani kelimeninki ipi tügedi. Hem de kelimeninki gepini onundaki gepini kılmaydı tügedi. Çünkü nehvi ilmin, nehvi alimleri fakat kalamın üstüde gep kılıdı. Kalam. Hem de kelimeninki gepini kılışı neymiş kalırsa kalamdaki kelimeden terkip tapkan deyken şu itibarla kelimeninki gepini mukadıdı düşendirçip kadıdı. Kelimeninki gepini kıldığı adam kaysi adamlar kılıdı? Serp alimleri bunu gepini kılıdı. Onda varken yukarıki şu gepke asasen biz kalamni onu okup olduk. Yani bir muhatapniki üzge bir paydı berdiğan gep anlasa onu düşünüp mutkellerinin maksidini bir ukalaydıgan bir xil sözcü buluş gerek dedik. Onda varken bu kalam boldu. Kelimini gep zade tügüdü. Tügügendeyken onundaki kelime 3 kısım boldu zaten onu bilip olduk. Adamda kalamın üstüne toxtulgan gep. Şu kalamniki üze nemi için kalamın üstü toxtuldu? Çünkü ilim nehvininki mevzui kalam buludu. Kelime ve kalamı deydi yani kalam. Yani kelimeninki deyişi çünkü kalam kelimede terkip tapkandayken o kelime doğruluk bazı vaxtdaki üzüde bununki gepi deman toxtulupçu kaldığa işçi var. Bu asasen kalamninki üstüde gep kıldı ilim nehvi. Onda oğandikin yukarıki gepke asasen biz kalamni hem uqqan bulduk. Onda oğandikin ma babninki üzeden şu biz uqqan yalaki kalamninki üze kanç kısım boludun. Hem de kanç kısım böyle boludun. O kanç kısım boludiken birinci olup taksimat mu'rab ve mebni boludiken. Bunu bir anladık. Hem de çünkü ilim nehvi ninki üzü kalamninki üstüde gep kılışı bu kelime degen şu kalamdaki kelimede terkip tapıdı hani terkip tapkandayken yani iki kelime bir yer keludi degen gep iki kelime bir yer kelgendeyken şu bir yer kelga vaxtdaki üzüde o kilişniki aldıda üzü kandaq meyli o üz ayrım turdu hani uçal üzüde yak oğalatın üzüde hemmisi o kandak ibaret onu bir ketmeydi. Uçağınızı sakin okuyuverimiz. Zeyd Abdullah bilim dep. Hem de ikisi bir yerke geldi ikisindeki oturusida çigidigan ve bir-birisindeki üstüde boğan hak hukukçu ütüp kaldı. Kandak er ayal. Erkti işte boran kandak beyliten yüzün işini kalamdı ama er kopup aldım. Ayal kopup tegdim degendeki ikisini otursa bir-birisi kımmesi bombaydıgan tesir uçkaydın. Şu an erkek geldiyken irim nim kadar onu oylaydigan gap ayal ağandayken erkişim ayallanmada qılay dep mani bir hakkımda ötüdigan gap. Şuningdek kalamniki üzümü ikki xil narsa şunda terkip tapqandaki bir yer kelgendeyken demek bu ikki kelimeniki irabi. Yani nim boludu uçağınızda irabi bir-birisiga ta'sir uçraydi. Ta'siri uçrap anadayken yazzever bunda okulduğan gap. Mana bu itibarlan bu kalamniki üzi men irab berildigan kalam yani irabi yuqorqi amil kirgandayken o'zgaradigan kalam
Yen birisi nima deymiz uning? Mabni kalam deymiz. Mabni degan nima degan gap? Ya'ni bana yabni binoan qurdi degan gap bir narsa shundoq yasablan, shundoq bekitayotgan jimmidi midirmaydan yasayotsan. Shu yasalgan narsa degan gap ism maf'ul ana. Bananiki bana yabni binoan. Fahva banin ve zâke mebniyun lem yebni la yebni ibni dedik. Mebni degan yasalgan, yasıvatkan degan gap. Yasıvatkan nima o? Kalam degan gap bo'ldi. Yani o kalam, ama o kalamın üzü a kalam buluştum burun o yasılıp ketken. Şüphetim yalaki kalipni kujuplu yasap qo'yatganda jimmi tuturup onunki aqan yuqorqi bir amil kersimi o'zgarmaydi. Ya ziber ya peş olmaydı. Şu başta yasap koygan yelvazi diye adam qandaq koygan bolsa onunki irabi ahir harfniki hareketi nim boludu? Şüphetim boludu. Meni bunu nim deymiz onun? İsim mebni deymiz. Hem de kalam muş iş kısmı büyülündü. Yani isim mu'rab degan gap. Mu'rab degan gap a'raba yu'ribi iraban deydi. Bunun lug'at ma'nosi oshkor qildi degan ma'noda. Yani oshkor qildi, oshkor qilmoq degan ma'noda bo'ladi. Endi bu yerda al-mu'rab degan a'raba yu'ribudan chiqqan i'robdan ism maf'ul. Yani oshkor qilingan degan nima lug'at ma'nosi o. Bu nima oshkor qilingan? Çünkü onunki ahir kelgan bir hareketlarning o'zi yuqori kelgan omilniki sababi oshkor bo'ladi. Yani yuqori kelgan beshi kelgan ashta bir narsa kelib qolgan bo'lsa bu o'zining ta'sir kuchini onunki oxirgi harfga nima qilgan gap oshkor qilib u yer ta'sir kuchidan ko'rsatgan gap. Masalan, inna zaydan qoimun dedikmi? Mesela zaydun qoimi degan bu nima kalam. Kalam bo'lgandiki bu zaydun qoimining beshiga inni kirgandiki nima bo'ldi ana? Zaydan deb o'qildi, uning xabari bo'lgan qoimiga pesh o'qildi. Demak, buniki oldiga kirgan bu yiliq omil o'zining kuchini ash keliminiki, kalamniki kelimasi bo'lgan uning oxiriga nima qiladi? Oshkor qiladi. Yani mu'rab oshkor qilindi. İrab, yani omilniki ta'sir degan bu lug'at ma'nosi shu. Endi buniki istiloh ma'nosi nima? Istiloh ma'nosi mu'rab. Ism mu'rab degan nima? Ism mu'rab yuqorida bir omil kirgan bo'lsa bir kalamning o'ziga şu amilniki sebebidir. Onunki ahiri birdem zir, bidem ziver, bidem peş, muştaq boğan bolsa, o çağınızda yani kancidani hareketi var 3. Mene bu özgürlüğün. Birisi kavun, mene yukarıda biz degandek zir, peş, ziber. Mene muşu 3 xil nima var hem de isimninki o'ziga kirib o'zgarib turadigan. Mene muşu amil kirgandiki qaysi amil men peş qilman ya zir ya ziber qilman desa, o çağınızda bunuğa nem qilib turdi? Mene irabniki şu hareketning o'zi nem qilib turdi? O'zgarib turdi. O'zgarib turgandan keyin biz buni deymiz uni ism mu'rab deb cho'mishda nima qilamiz uni ataymiz. Endi ism mu'rab yani irab berilgan ism deymizmi daqcha? Irab degan nima degan gap? Irab degan şu kelimeniki oxirgi qo'yiladigan mene hareketdan iborat bo'lgan narsa. O qavi 3. Fatha, kasra, zir. Mene patigan ziber, peş, zirden ibaret olan bu 3 xil narsaning o'zini asli nima deymiz buni? İrab deymiz endi. Asli irab bu. Onunki o'rni naib bo'lgan 3 xil narsa var. Zirning o'rnida, peshninki o'rnida, ziberning o'rnida naib bo'lgan 3 xil naib nima va irabba o qavun ilib, vav, ya. Demek mush 6 xil narsaning o'zini biz nima deyotganmiz? Asli va naib bo'lgan 6 xil narsaning o'zini irab deydikemiz. Anda o anda ki şu 6 xil narsaniki o'zi bir ismga bersak, şu ismniki yuqorida kelgan omilniki muqtazosi bilan nim bo'ladi o oxirdagi harfniki ustiga qo'yilib o'zgardi. Masalan, ra'aytu zaydan dedik. Mana chunki dalniki o'zini eng oxirgi dalning ustiga irobni qo'ydik, zibarni, du zibarni. Chunki nima uchun maf'ul? Ra'aytu degan omil men uni maf'ul qilaman deb uni kuchini Zeyd'ninki en ahir harf küçüğü kösetti. Den de okuduk. Ve ca'a Zeydun dedik yani. Keldi Zeyd desek Zeydun de peş okuttuk. Neymiş kan? Zeyd'ninki 5'deki ca'a gelgendeki ca'a yüzün küçüğünün. Yani bunun küçüğü yok. Bu biz meştahta düşünü vatımız yani. O canlık ya adam olur. Hem de şu ca'a demek çoğunu Zeyd'ninki ahirki harfninki aşı dalninki üstüge me peş kılma payıl kılma payılninki nemisi o hareket peş oludu dep Zeydun dep okudu deymiz. Mesela merartu bi Zeydin desek şu
Z ana hozir nima bo'ldi ana? Yuqorida zir o'qitgan omil ba urib jar kelgandikin, o'chaningizda uniki ta'sirniki o'zidan dalniki eng oxir qarib shu. Shuniki ash oxirga zirdan iborat bo'lgan, du zirdan iborat bo'lgan narsa u yerga nima qildi? Uni ta'sir qilib ko'rsatdi. Ya'ni bu nima deymiz? Shu o'zgargan 3 6 irob degan bo'ldik. Ya'ni mu'rab degan gap irob berildi degan gap. Yani ismniki yüzniki ahırqa muşu 6 dana irabni ço amilniki muhtazası bilen yukarı kelgan amilning muhtazası bilen bunun bilen şu aşta ahırçı özgürüp tudi deymiz. Bu nima o? İsim mu'rab bo'lgan bo'ldi. İsim mabni ço men hozir deganimizdek isim mabni degan kujvetilgan, yasilvetilgan şu betim vazin üzi ayni aşta qo'ygan bunu haqqan yuqorqi amil kasb o'zgarmaydi. Nim qilmaydi o irab shu betim turdi. Masalan, haulay deydi eng yaxshisi bizga misol olib kelgani. Masalan, jani haulay. Keldi menga bula. Bula bo'lganiki, bulaniki nima o? Bula degan fa'il. Fa'illarni yuqoridagi jani Zeydun desek, yani Zeydni pesh o'qitdik. Haulayda pesh o'qildimi? O'qilmadi. Chunki haulayni qo'ygan aş vazin üzü zirnin üstüge kurubattı bunu, yasıbattı. Cimmit yasab belki bunu kuturup açta kavattı. Bu herkes özgürmeydi. Men zir okutkan amil kelsin, ziver okutkan amil kelsin, peş okutkan amil kelsin. Şu betim turdan gep. Bunun indeyimiz o ne? İsim mebni. Mesela cani haulai, ve ra'aytu haulai, ve meratu bi haulai deyimiz. Hem de ve meratu bi haulai bulanın kaşıda öttüm degende Banın üzü zir qılıdı. Ama bu haulai degan gapni üzü ba kelishdim burun nimeti o? Haulai batı. O zir banın ta'siridan emas. Tayir ta'sirida emas, ta'sir kuchini yetmedi unuga. Aşta jimmete aşo yela simonutni qo'tirib qatqan dekin deylemede tushunib. O öl kuch yetmedi. O zirniki üzü o baniki ta'siridan bo'lmay, aniki oldida aş vazi haulai degan gap, bular degan gap uqtusin deb aşta qo'ygan dekin. Bunun ta'siri qilmadi. 12 o'rni andaki zir deymiz. Hozir talaffuz qilib olmaydi, muqaddar deymiz. Bu nima deydigan bo'ldik? Bu ism mabni deydigan bo'ldik. Ya'ni yuqorqi kalam degan gapni bilib bo'lgandan keyin endi kelimaning gapini qilmaymiz, chunki kelimaning nima degandek, o yilqi nahviy olimlar buning ustida gap qilmaydi. Endi gap qilishning o'zi ham kalam e'tiborlar, kalamdagi kalimada tarkib topdi degan e'tibor ba'zi vaqtning o'zida kelimalab Bunda gapni qilib qo'ydigan ish cho bandi tövende ham keladi. Unda o'z kalamning ustiga keldi. Kalam degan qancha qism bo'ladi ekan? Mu'rab va mabni bo'ladi ekan. Birinchi taqsimot men mushu. Birinchi taqsimot mushu qilamiz. Endi wal ismu minhu mu'rabun va mabni degani shu endi. Ism shu ismnikining qatoridandir mu'rab va mabni. İsim mu'rab ve mebni deydimdi. Nimiş qatsa o'xshaganlik jihatidan mena ki yaqin bo'g'ichi idi o'xshash nimaga harflarga. Mesela mudni milli shibhin deydi yoki li shabahin desak mı bo'ladi? Buniki masdar har xil keladi. Li shabahin mudni min al hurufi degan gap. Esa qoida shu. Shibhin jar majrur mabniga mutaalliq baz şibihin mevsup mudnin sifat minel hurufi jar mecrur mudniga mutaalliq asli li şibihin mudnin minel hurufi degan gap. Mana va mabnidur, yani isim şu ismning ba'zisi mu'rabdur va mabnidur. Nimishki mabni o'xshaganlik jihatidagi yaqin qiluvchi deb o'xshash nimalarga harflarga. Ashu Yalaka adna yutni dunudin kin min kase din deb ma'nitma g'a deb ma'nitimiz bizning Uyg'urcha. Bir o'xshaganlik jihatidan keyin yaqin quvchidi. Dana yadnu degan bo'ldi ana, yaqin bo'ldi. Danaat dunyo degan yaqin, yani bizga hayot nisbatan eng yaqin shu dunyo deydi. Adna yutni idnani o'zi yaqin qildi. Uchanizda mudni degan nima? Ism fa'il. Mana adna yutni idnan fa huwa mudnin va zaka mudnan. Ana oniki yaqin qildi. Bir o'xshaganlik jihatidanki yaqin qiluvchida ol o'xshash harflarga. Din demas harflarga deb nim qilamiz, ma'nichi etimiz. Endi nima o'xshash? Kashbihil vadiyi fismay ji'tana. Mana
Şibi vaziga o'xshashdir ji'tananiki ikki ismida. Va ma'naviga o'xshashdir matada va hunada. Va naib bo'lgan o'xshashdir fe'ldan ta'sirchi qilmasdan, ta'sirini qo'pilchi qilmasdan. Va muhtoj bo'lgan o'xshashdirki, asli qilindi ol muhtojchi bo'lishni deydi. Hozir men shu 3 baytni bir o'qiylik. Endi val vav istinab el ismu mubtadan minhu cari mecrur mutlaq mahzub. Bu tabiiz ma'nida. Yani isim o isimdeki ba'si. Min degani o isimden dur degan nima degan gap? Shu ismning ba'si mu'rab, ba'si mabni bo'ludu, yani ish qism bo'ludu degan gap. Mu'rabun degan xabar va varifat bilan mabniyun ma'tuf, mu'rabun ma'tufun alayh. Li shibhin jar majrur mabni mutaalliq, ba'z li shibhin mawsub mudnin sifat min al hurufi jar majrur mudniga mutaalliq. Aslida li shibhin mudnin min al hurufi deb kelish kerak. Asli qoidamiz shu. Lekin ma qopiyni keltirman deb şu mevsup bilan sifatniki orlig'ini orib etib, asli mevsupning yanida nima keladi? Sifat keladi yani. Tavabini qatarda olgandan keyin ba'zi bir sababniki jahdida mushtaq she'rda qopiyis keldi deb shoirlar uchun o'zini imkonida buni uni mushtaq mevsuplar sifatning orlig'ini orib o'tadi endi. Kashbil vaziyi muzaf bilan yoki jari majrur mutaalliq mahsub. Yani misaluhu degan gap. Fismey cihattan fi degan harf jar, ismey degan nima majrur, ismey degan nima muzaf. Ismani degan gap, ismani ma ismey degan cihattan degan buni izof bo'lgan nun ketib qoldi. Cihatana muzafun ilay. Bu yerda cihatana muzaflar bo'lishi cihatana degan kalima degan ma'no aytamiz. Va varfat va al ma'navi ma'tuf al wad'i ma'tufun alay. Fi jar majrur fi mata mutaalliq mahzub va varfat ve fi huna ma'tuf fi mata ma'tufun alay. Va varfat ve kila kan yabatin jar majrur shibiga nima mutaalliq anil fi'li jar majrur niyabatu mutaalliq bila ta'assurun. Yine niyabatu mutaalliq. Va varfat ve keptikarin ma'tuf kan niyabatin ma'tufun alay. Baz iftiqarin yani baz degan parcha gap yina degan gap bo'ladi. İftikarin degan mevsup usila onun kelimesi oldu, sifat oldu. Yani ve muhtaç bo'lgan o'xshash ki asli qilindi ki deymiz shuni. Burun konu bo'yicha ma'no etsak, asli qilingan muhtaç bo'lgan o'xshash deymiz eng ma'noda. Usila degan uning nimasi o sifati. Usila degan nima o? Usila tasdiq emas. Ma'no o'qib qo'ysak bo'ldi. Ma qopiyaning jahdidan bila degan qopiyaga ma'noki baytning oxiri lavna to'xtabdi, ma'no lavna to'xtabdi deb bunda Allah'ın ekip olan la ziyade. Aslime keptikarin usile diyen çok gap buludu. Bir yerde ziyade onunki sıfti. Çünkü iptaraga mevsup o mufret. Anda o andaki usile gel ama mevsupun üzü mufret olsa sıfatın üzü mufret olur denem. Usile çok boğan buldu hem de. Hoş. Şimdi bununki manisi ve şunu dek onunki terkibi çok muşemdi. Hem onunki ma'ruf mu'rablar mabniyniki nima qilinishi hozir mana onunki tushuntirilishi bilan hozir tushuntirdik u. Endi val ismu minhu keldik endi. Endi bu yerda musannifniki degani bo'yicha kalam ikki qism bo'lar ekan. Birisi mu'rab, yana birisi nima? Mabni. Endi bu yerda mu'rabni boshqa keltirishi nima uchun? Chunki mu'rab mabni qaragan vaqtimizda eng yaxshi ism. Chunki nima uchun yaxshi? Chunki bu yilki nahviy olimlaring kalamninki ustida bo'lgandan keyin bir ism yeni birisi tarkibda qolgan vaqtda jazma bir-birisi ta'sirini qabul qilganligini ochiq oshkora bilinish kerak. Bu e'tibordan bu nima bo'lgan bo'ladi? Ism mu'rab, mana asli nayt ubdan bo'ladi, bu asli bo'lgan bo'ladi. Endi ism mabniniki o'zi bu ismniki asli mu'rab bo'lishi asli. Endi bu ismniki mabni bo'lishi asli bu nima? Arzi. Arzi bo'lgandan keyin shuna Musannif rahmetullah aleyh, yaxshi birinchi to'di tutsin, ma mabni degan ikkinchi darajada bo'lganda buniki ma tartib akaga vaqtni o'zidimi, bu ikkinchi tutsin, deb mishta nima qildik bunga akiliklik endi. Endi xo'sh, unda o'g'andan keyin mayada deydi musannif ism
şu isimniki katardındır. Hem de yukarıda biz nimeniki gepini kılmaydigan bulduk, hem de pil bilen harfni gepini çoğu hazırca kılmaydigan bulduk. Çünkü mena isim degan nima, ismidan chiqib turdi, katta narsa degan gap. Yani çünkü üççününki içindeki en yaxşı nima nima dedik, isim dedik. Çünkü ikki isim bilan bir kalam tarkib topadi. Ama ikki fil bilan ya ikki harf bilan o qat'iy bo'lmaydi. Mana bu pilniki o'zi ikki pil bir yerga kelib qolsa, har bir kalamni shu qilolmaydi. Pil yolg'iz bir kalamni bir yerga nima qilmaydi. Shunga pil bilan jazma bir isim bo'lishi kerak. İsim bo'lmasa kalamchi bo'lmaydi. Bu itibarla isim nima? Bu en mukaddem. Şunun için hozir ma kitapta isim to'g'ri gap qiladi buningdan kalamniki parçası olan isimni gap to'xtalib, ana isim büyülüp birden tasniy oldu, birden cemi oldu, birden munsarif oldu, birden gayrimunsarif oldu, yine birden binası oldu, yine birden andaq oldu deb ma'rif oldu, nakir oldu, asma sitte oldu. Deb muşu isimning ustida shu to'xtaydi. Isimning ustida to'xtagandan keyin andiki sarfni qoidasi chiqib, andiki pilniki üstü toxtulup yoki harfniki ustida, harfning ustidan oxir to'xtaldi, andan shuna bu kitap nima qiladi? 3 qism bilan tugaydi, yani asos. Birisi nima? Isim, pil, harf. Mushuna. Hozir hamda ismniki gapni qilish uchun shu. Deydi musannif, shu ismniki ba'si mu'rab bo'ladi. Meni bu qarab baqsak, endi ba'si nima bo'ladi ekan? Mabnichu bo'ladi ekan. Buni o'qildikmi? Buni o'qildik. Hamda isim mu'rabni gapini hozir qilmay, isim mabnini gapini qildi. Chunki isim mabni degan shu isim mu'rab qaragan vaqtda o'zida az bo'lgandiki bu gapini tugitib etib, andan keyin eng jiq asos bo'lgan mu'rabning ismini shu to'xtalamiz deb isim mabni qancha bo'ldi? Ma bo'ldi, 4 bo'ldi, ma musannifning deyishicha 5-6 ta. Biz idayinahida o'qadi isim mabni qancha edi? Men 6 deb o'qigandik. Endi madamniki mayadi degani 4, ammo mohiyat qog'oti 5-6 bo'lganmiz. O'xshash yani. Ana ondan keyin ma az narsa oldi bilan tugab ketsin deb mabnini gapini qiladi. Endi isim o isimniki qatoridan bordir, mu'rab bo'lgan ism bor va mabni bo'lgan ism bor. Nimishki mabni bo'ladi? Asli ism degan mu'rab bo'lish tursa, asli ism mu'rab bo'lish. Harfning asli nima? Mabni bo'lish. Bu qoida bor ana. Endi pilning aslisi nima bo'lish? Mabni bo'lish. Unda o'g'alikin şu isimden bağdır mebnisi var dedik. Neymiş ki mebni yapıp kalıdı? Oxşıqanlıq cəhdidinki yakın qoğucu idi o oxşaş harflərə. Hem de isim mebni oluşu mana deydim. İsimdeki əsli mu'rab buluş gerek. Ama mebni bu yani onu davamlıq isimnin özü bir amil kəsim aşındaq turuluşun özü bir arizi. O arizi qavun. O arizi şunda bir arizi ki şu mebni oğa isim oxşab kalıdı nemige? Harfga. Harf o'xshab qoladi deydi. Harfga o'xshab qolgani, harf degan nima? Mabni bo'lgan asli vazi harfni qo'ygan vaqtingizda uniki kirgan i'robning o'zi hech qanday harakatning o'zi hech qanday o'zgarmasin deb oshib bitimni qo'yib qo'ygan. Masalan, ba deyli, min deyli, ala deyli, inni deyli, lakin deyli, layta la'alla, in iza deyli. Mana bu davomli boshqa turdi. Hiç kandak onun amilim hem kirmeydi hem özgertamaydı onunki telaffuzunu. Bu ne oldu yani her bu esi vazi koygan vaxtında bunu aşıda dep koygan. Koygan dikin bu esi yelak mebni isim boğan yelak mebni harf mebni olan harfke yelak bir isim bunu ne yapıp kalıdı? Oxşap kalıdı. Ya labzide ya manide şu oxşap kalıdı. Şu oxşuş asli nəsə oxşab qalğan dekin, onda olan dekin asli nəsə nimetdi o mebniydi. O isim bolsunmu? Mən o mebni olan dekin o mebniliyin üzünə ismi nima qılmız onuğa berimiz ki onuğa amil kirsimi hər güz nima qılmaydı, oxşamaydı o. Məşin oxşuşdan ibarət olğan, yəni hərfki oxşaşdan ibarət olğan nəsə bu qalğanlıq cəhdidən mən isim nima boludu uçağınızda mebnici bu qalıdı deydimdi. Şimdi bu isim mebniniki harfga o'xshi nim bo'ladi? Bir qancha qism bo'ladi. Harfga o'xshab qolishi. Buni so'zlaydi hozir. Endi bir qancha o'xshab qolishi birinchi. Shibi vazi o'xshash ji'tananiki ikki ismida. Mana ji'tana degan mushu kalamda ikki dona ism bor. U qavun ji'tana keldin sen bizga.
Keldin sen kimge? Bizge. Deydiğen nime var şeyde iki tane isim var. Cihatadaki te, na'daki nime? Na. Mene muşu cihatana bilen na'nınki üzi. Bu asli aşu cihatanavdagi ta bilen na'ni qo'ygan vaqt o'zida asli qo'ygan vaqt o'zida harf nima qilib qoldi? O'xshab qoldi. Mana cihata desak nima u? Mesela zarabta, zarabtuma, zarabtum degan ti, tu degan aşu isim sen degan ana onun beşligi pil. Unda o'g'andikin namuchu shu. Bu ikkisi biz nima dedik uni isim nima? İsim mabni dedik. Yani zimir bu. Biz ham da yedaylar o'qigan mabniyatlar nima deb o'qigan? Mulahhas va nimada isim zimirlamı mabni oludu dedik. Onda o'g'andiki bu yerda Cihatana'nın ismi yani zimirninki üzümü mabni oludu. Nima uchun zimir isim mabni bo'lib qoldi desen? Muşu zimirni vazi qo'ygan vaqti o'zida, yani tu, na deb ashni qo'ygan vaqti o'zida asli harf bo'lgan ash narsaga nima qoldi? Labzit o'xshab qoldi. Harfniki asli nima? Bir harf. Masalan, ta degan ism nima o'xshab qoldi? Ba degan bir dona harfga nima qoldi? O'xshab qoldi. Mana ba degan harfga nima qoldi? O o'xshab qoldi hamdi. Yani asli qo'ygan vaqti o'zida ba degan harfga nima qoldi? O'xshab qoldi. Masalan, ba'ga o'xshadi, ka'ga o'xshadi degan edik. Mana buni nima qilib qoldi? O o'xshab qoldi masalan. Zarabtu, zarabtuma, ya'ni bu zimir. Endi bir so'ndiki na. Na degan nima? Ikki harf. Mana bu isim bo'lgan narsa asli qancha bo'lishi kerakdi? 3 harfga binoan bo'lishi kerakdi. Ammo buni qo'ygan odam o'zi bir harfning ustiga qo'yib qo'ydi, asli 3 harf bo'lishi kerak. 3 harf pavaylamda tarkib topgan. Bunda qo'yib bir harf qo'yib qoldi. Bir harf degan harf bo'ldi ana. Unda o'g'andikin ba, ka, ta va degan mush harfga o'xshab qolgani uchun buni nima deymiz? Uni zimirni ism mabni deymiz. Endi ikkinchisi na. Na degan ikki harf ana. Na degan ikki harfning o'zi asli harf bo'lgan, mabni bo'lgan harfga nima qilib qoldi? Uchan o'zida o'xshab qoldiki na. Masalan, ni degan nima? U zimir mabpul. Mana zimir mabpulniki o'zi bu yerda ikki harflik bir nima var? Harf var. İki harflik nima o? Harf. O harf qavun. Mana o harfning o'zi masalan min, an, kay degandek men mushundaq nimalar bor? U yerda shu harflar shu bor. Men mushu harfga o na'niki o'zi ikki harf bo'ldi ana. Min deb sokinniki o'zi. Bir buni nima qilib qoldi? Buni o'xshab qoldi. Bu o'xshab qolganlik uchun şu bu zimirden ibaret olan bu isimlarniki üzerine biz nima deymiz? Onu isim mabni deymiz ki bunuğa her qancha amil kesim o'zgarmaydi. Ana cihatana dedik. Cihatana degan ta degan nima? Fa'il. Fa'il peş bo'lishi kerak, yani peş olmadı. Na degan nima? Men na oldu shu. Cihatani qo'shdi burim nati. Bu nima? Maf'ul. Maf'ul bo'lgan zibar bo'lishi kerakdi. Bu yerda hamda na deb zibar o'qilishning o'zi ilib bani sakin. Unda o'g'aniki bu zibarchu yo'q. Unda o'g'aniki zibar olmay, men mushtaq shubhatim turaverdi. Endi bu yerda musannif bu yerda cihatana deb ikki dona zimir keltirishniki o'zi zimir qancha qism bo'ladi ekan? 2. Birisi zimir fa'il. Yine birisi nima? Zimir mansub. Mana zimir fa'il, ya'ni marfu zimirlar, yine birisi mansub zimirlar. Ondan keyin yine birisi majrur zimirlar bo'ladi. Ya'ni muttasil bo'lgan zimirniki nimasidan qatordan. Ya'ni demakchi o'g'ini muzmaratlarniki hammasi isim mabni oludu. Çünkü bular asli mabni olan kelime olan harfga nima qilib qoldi? Labzidichi o'xshab qoldi. Bir harflik, ikki harflik bo'lishi e'tiborli. Shunga bu zimirniki yuqoriga har qancha omil kirsimi o'zgarmay turishining sababi uchun men mushu deydim. Endi val ma'naviy fi mata va fi huna. Yine o'xshab qolishi ma'naviy tarafdandir. Endi yuqorqi o'xshab qilish a kelimani qo'ygan vaqt o'zida vaz'ida o'xshab qoldi, bu tugidi. Endi ma yeni bir o'xshashlar harfga, ya'ni mabni bo'lgan ismniki harf o'xshab qilishi ma'naviy tarafdan o'xshab qoladi. Ya'ni ma'nisi nima qoladi? Ma'nisi o'xshab qoladi. Ammo labzida yoki nimada emas, vaz'ida emas. Uning ma'nisi qarsak, u harfga nima qoladi? O'xshab qoladi. Nimada? Mata va hunada. Meta nimada va hunada. Endi meta degan nima? Ism. Shunday endi ism. Bu nima u? Shart.
hem ispanning nimasi harflari. Mana bu ispanning harflari bo'lgan bu meta ikki xil ma'noni bildirdi. Birisi ispan. Masalan, meta tajiu, qachon kelasan. Yana birisi nima? Yana birisi shart. Meta taji aji. Qachon kelsang men kelaman dedi. Bu ikki xil ma'noni bildirdi. Bu ikki xil ma'noni bildirib bu ism. Ammo bu mabni ism. Bu mabni ism bo'lgandan keyin asli mabni bo'lgan harfga ma'ni tarafdan nima qilib qoldi? Bu o'xshab qoldi. Mana ma'ni tarafga qanday bu o'xshab qoldi desa, masalan, mataniki ispan bo'lishi a degan harf ispan bor. Mana buni nima qilib qoldi? O'xshab qoldi. Shunaqamdi. Ma degan, mata degan azaydu qoymaymi? Azaydu qon aqumta. Yani ya tudumsan ajiyata keldimi? Meta ajiyata ana. Şu ma'ni tarafda a degan bir dona harf bo'lgan ispanning harfiga nima qilib qoldi? O'xshab qoldi. Bu amaliyotda bor ana. Uni demizsa. Endi metaji aji degan vaqtimizda nima o'xshab qoldi? O'chog'imizda intaji aji. Agar kelsang men kelaman degan in degan harf shartga ma'nida nima qilib qoldi? Bu o'xshab qoldi. O'xshab qolganlik e'tibor bilan mana bu musannifniki mayada deyishcha ispanning ismlari. Shunaqa onun başka şartniki isimleri hemmisinin boludu uçağımızda mebni oludu. Ne için? Mebni olan, asli olan harfke ma'nisini kalıdı. Hemmisiniki okşap kalıdı. Yani şu isim şartlar, ispan harfleri, diğerlerinki hemmisinin boludu uçağımızda mebni ço boludu. Dep, benim müştakço deydemdi. Onda vardı ki zimir isim mebni oldu. Mana ispanning harf, ispanning ismlari ham mabni bo'ldi. Undagi shart, ispanning shart bo'lgan ismlar, masalan, mata, kaypama, vatama degan hammasi mabni bo'lgan bo'ldi. Bu uch xil bo'lgan bo'ldi. Endi hunada deydi. Huna degan nima degan gap? Huna degan bu joy degan gap bo'ldi. Bu joy degan nima? Ism nima bo'lganda o'chog'da ism ishorat çok bo'lgan bo'ldi. Ism ishorat, masalan, haza, haulai hazihi, tilke, zakat diğerleri yani bu isim işaret oldu. Bu isim işaretlerindeki üzümü isim mebni oldu. İsim mebni oluşu neymiş kan? Çünkü bula neymiş okşap kalıdı? Harf okşap kalıdı. Yani neymiş kalıdı? Harfçu okşap kalıdı. Bu harf okşap kalışı bu kanda okşap kalıdı harfke bu isim işaret. İsim işaret mesela haza dedik. Mesela biz haza diğer vakti üzerinde bu mesela za dedik mi? Za diğer vakti üzerinde bu yılki harf okşap kalıştaki üzü kandaki harfniki üzü yüzdeki ma'nisindeki üzerine yüzü müstakil uqtiramaydı yakındaki aldı kendi kelgen nesiki birleşip andık onunla birlikte ma'nisi uqtiralaydı. Anda o andaki isim işaret mi? Mesela haza, haulai de mesela tilke, zakat diğer vakti üzerinde bula yüzlükki aş ma'nisini yüz müstakil uqtiramaydı. Mesela bir adam cimmi turib mamanda qoldi desa hamma odam nima qolaydi? Men nima deydi? Kimni ishorat qilayotgan du deb nima qiladi uni? Uni uchun hamma odam diqqat qilib qaraydi. Bu nima degan gap bu deb. Endi u shu haza yoki tilka yoki aulai yoki zakat degan uqtirish uchun u odam shu gapni uqtirish uchun unga yana bir narsa lozim. U nima? Qo'l ishorat qildi yoki ko'zida yoki harakatida men avu, mavu desa, ya'ni aş ma'nini bildirishda ya jiroq ya yaqin ya er ya ayol degan gapni uqtirishda aşı sirtiki aş narsiki vasfila anidagi bu ism ishorat u chalimiz o'zining ma'nosini qilaoladi, uqtiraoladi. Uqtirgandiki mana bu ism ishorat harf asli mabni bo'lgan harfga ma'ni jihatdan nima qilib qoldi? Bu yerda o'xshab qoldi. O'xshab qolganlik jihatidan biz nima deymiz? Uni ism mabni deymiz deydi. Ya'ni bundan nima chiqdi hozir? Ism ishorat mesela ana şu baş kitapta okuğa vakti özde bağlı. Bununki özünün ne deydiğen bulduk? Onu mene mebniçu deydiğen bulduk. Ve kinaye ke niyabetin anil piyali bela teessürün. Niyabet diyen neyman? Nabe yani bu niyabeten. Naib oldu diyen orunda tudi diyen gibi. Nabe yani bu niyabeten yani orunda tudu bu adam manı düşüyor. Nime kıldı? Orunda tudi. Diyen çoğu ne boludu? Gap boludu. Mesela naib fail deyimiz. Yeni birisi anladıkken
ma başlığın naibi deyimiz. Naibi deganime o başlığın ornu turduğu bir yer ketip kalsa onun ornu turup işleyge adam degan gap bo'ldi. Bu ma'nosi shu. Yen birisi anladı ekan va kinoyabet kaniyabeti degan bu nega aytib turdik? Uni kashbil va iyi degan narsaga aytib turdik. Unda avvalkin naib bo'lgan o'xshash. Mesela isim mabniniki birisi vaz'i va ma'naviy tarafdan asli harf o'xshab qoladi ekan. Bu taraf qarab shu ism mabni dedik. Yen bir tarafdan anladı ekan, yen bir illat va ism mabni bo'lishniki. Yen bir qavun, ya'ni pildan bir ismniki naib bo'lishi. Ya'ni bir pil o pilniki o'zini ishlatmay, uniki o'rnidan men qilay sizning ma'nolarni men deb beray deydigan bir pil var. O nima isim pil. Şudan biz o'qib kelgan nima isim pillar var. Isim pil bo'lmasan hayata, shattana, ruvayda degan shu pillarniki isim pillarning o'zi mana o shaklda mana isim ana. O pilning vaziga hech qanday tushmaydi. Ammo uniki ma'nosi nima o pil. Pil bo'lgandan demak aşağıda ruvayda degan gap deyli mesela shattana deyli mesela shattana deganimiz yiroq bo'ldi degan gap. Bu şettanıda patlanıda hiçbir isim yok, nima pil yok. Onun ma'nosi yiroq bo'ldi deb ma'nichu aytimiz. Ma'ni aytgan dekin u joyning o'zida bauda degan ma'nida deymiz. Bauda degan ma'ni nima? Yani pil mazi. Pil mazi bo'lgandan keyin demak ma ruvayda men baudaning o'rnida naib bo'ldim. Baudaning nemisida o'rnida naib bo'lib shu yiroq bo'ldi degan ma'ni nima qildim? Uqtudim dedi. Anda o'g'andan bu shattani degan bauda degan shu ism pil var mesela nemede o'qigan avomilda yoki hidoy nahvida o'qatgan. Mana ash ismlarniki hammasi bir pildan naib. Pildan naib bo'lgandan keyin o'rin naib bo'ldi. Mana shu pil asli nemeti o ism mabniti. Mana pil mazi asli. Yin birisi harf, yin birisi nima pil mazi. Pil maziga mushtaq aning o'rin naib bo'lganligi uchun o naib bulungan pilning o'zi mabniti anda o'g'an sen naib bo'lgan sen mi mabni bo'lsan deb nim bo'ldi mana o'sha naib bo'ldi pildan nima ism mabni naib bo'lgan o'xshash pildan naib bo'lgan o'xshash masalan ruvayda shattana alayka hayyal sah dedik yuqorida o'qidik hayyal fala hayyal sala tali deganidek ilayka alayka degandek mana pildan naib bo'ldi mana bu naib bo'lishi nima ta'assursiz asr nim qilmaydi bir amilniki ta'sirchi bo'lmasın. Yani bu yerda yalqi shattaniniki o'zi baudadan naib bo'lishi, bu yerda naib bo'lishniki o'zi hech qanday bir amilniki ta'siri yo'q. Bu yalqi shattaning o'zida siz ma baudaga nima qiling? Naib bo'ling, naib bo'lishda başka bir amil bo'lmayadi. Shu amilniki naib bo'lib, ani ta'sir qilib bundaq bo'lding deydigan ish yo'q. Yani müştahçu yok. Yani şattanın yüzü ba'udadan naib bo'lishi. Bu yerda ba'udaniki yüzüden naib bo'lishi yoki shattani deb zibar o'qilishi. Bu yerda yeni bir amil vati şu amillik o'rnida qilib şu shattan deb zibar o'qilib anındaki bununki o'rni naib bo'ldi deydigan ish yo'q. Qandaqki mesela şükran deymiz. Mesela şükran sa'yan diğerler hamdan lillah, şükran lillah diyen anima mef'ul mutlak var. Bir bu mef'ul mutlakniki üzü nim boludu şükran leke diyen bu isimniki üzü nimeden 12 amil oğa şekertu diyen nima bir amil var. Bir bu amilniki üzü nim bolu ya çüp ketti şu amilniki orada nimi keldi şükran keldi deymiz. İşte o mef'ul mutlakta o kavakta amil mehsub buluştaki vacibini katarıdın. Unda varken bu şükran degan şekerton yoki sa'yan degan sa'ayton yoki hamdan degan hamidto degan aşı amil oğa pilniki orada naib zibarup andiki keldi deb tushunamiz. Ammo ma isim pilning o'zi mesela pildan naib bo'lgan vaqt o'zida uniki i'robi aşı naib bo'lgan aş pilniki ta'sir uchrab Şuram andikin şattan edep, andiki ruvayda deb an zibar o'qilib, yoki olmaydi hayyal deb sakin, sah deb sakin o'qilib, aniki oxirgi zibar aniki ta'sir uchrab keldi deydigan ish yo'q. U joningizda u vazi ashtaq qo'ygan patim ashtaq shu keldi deymiz. Buni demdi naib bo'lishniki o'zi degandan keyin naib bo'lgan ish noatijiq bizning arab tiliniki o'zida
Bir isimni yo'tkib etibla, uningki o'rnida boshqa bir ism ekeldik. Mesela bunda iş çıkıyor hem de mesela düşürüp orada naib oldu hem isim fail mesela. İsim fail, isim mef'ul değil. Zuribe Zeydun desek. Zeydun'unki üzü de şu Zuribe Zeydun desek emreni düşürüp yani zerbe emru Zeyden. Orada Zeyd emrahun ni diyen uçağınıza Zeyd diye failini düşürüp onunki ornuna Zeydun'ni emr diyen failini düşürüp Zeydun diyen mef'ul ekelimiz. Emrun diyenki peş okuldu, onda olandık manı peş okuldu deyimiz. Şuna koyamdı. Şuna degendeki şu Zuribe Zeydun uruldu Zeyd ni dep etimiz. Çünkü mepul o uruldu Zeyd desek uruluğucu emez uruluğucu Zeyd demdi. Uruluğucu yok telaffuzda. Onda olandık bu Zeydun'niki peş okuluşu. Yani Zeydun emrendeki naib boş mu? Naib bol yani. Ama bu Zeydun'daki peş okuluşu nemilen ayadaki zarebe diyen aş amınlıki tesirden anıdikin nemi deyimiz zuribe diyen aş amınlık tesir peş okuldu deyimiz. İşte bu yerde tesirat var. Ama Ruvayda diyen aş isim pilindeki üzerinde hiç kanda bir amındaki anı irabi şununki tesiri uçurap anlıkmanda okuldu deydiğin neyse yok. Men muşunda hop kalgan bolsa yani isim pillan bu ne boğan buludu uçan üzerinde. Yani bu Mena mabniço boludu deydemdi. Teessür diyen iman, eser diyen iz diyen gep. İşte o ne? Eserun diyen iz diyen gep boludu. Teessür diyen gep izni kubul kıldı. İzni tesir uçurap gitti diyen gep. İzni tesir uçur diyen gep bu yerden aslında yukarıda biz okuduk. İsimdeki bir alameti tenvin buluş dep. Tenvinniki üzerine bir qancha qatim, bir qancha qism boludu dedik. Endi bu yerdeki kaniyabetin diyen tenvinniki üzü bu muzafun ileydi nima ivas. Bunu qısa olub bu yerde qav muzafun iley kaniyabeti mebniyil ismil mebni deyin. İsim mebniniki naib bolğan şaş, mesela Ruvaydaniki deydi. İsim mebni şu. Şunun naib bolğan şaş pildin. Nemiden? Mesela Ruvayda'da ba'uden. Yani Ruvayda'da mesela jirak şattani degan jirak oldu degan gap. Ruvayda degan kal degan gap bo'ladi. Mana mesela Ruvayda'da Ruvayda degan pilning naib bo'lgan. Şu ayat ma'nosi tushunib chiqadi. Naib bo'lgan nimani? Muzaffunay mahsub. Mana mana nimada? Muzaffunay qavun mesela şattani. Şattaniki naib bo'lgan shash pildinki yani Ruvayda'dan bila ta'assurin. Şu niminiki Ruvaydaniki bir başka bir amilniki ta'siriniki qabul qilmas. Yani uni peshi pesh qilman ya zir qilmagan bir amil qabul qilmasdan naib bo'lgan o'xshash deb mushta tushunamiz. Bunda desak, andaki bunu deb tushunamiz. Andaki bunu texim obdan tushunish uchun sharisi qarab, u yerga kitob qarab o'qisa texim obdan bo'ladi. Andaki yana birsi kaftiqarin usila. Mana muhtoj bo'lgan o'xshash ki asli qilindi bu muhtoj bo'lishni. Endi iftiqor degan nima? İftikar degan gap, yani kambag'al bo'lish, kambag'al degan gap, faqir degan muhtoj bo'lish degan gap, kambag'al degan odamning o'zi, kambag'al degan gap, yani ikkinchi odamga davom muhtoj bo'ladi degan gap bo'ldi. Yo'q qo'l ilki degan gap bo'ldi. Endi iftiqorachi shu ma'noda chiqadi endi. Iftiqor degan gap shu muhtoj bo'lish. Yani o'zligidan nima qilolmaydi u odamning o'zi bir ma'noni shu uqtiramaydi. Mana bu İftikar qilgan o'xshash, ya'ni muhtoj bo'lgan o'xshash nimani ki asli qilindi ol nimani muhtoj bo'lishni. Endi muhtoj bo'lgan o'xshashki asli qilindi ol muhtojni. Nimaga asli qilindi? O'zidagi ma'nosini bildirishda. O'zidagi ma'noni men ma'noni bildirman degan ash ma'nida u adam o kelimenin o'z ma'nosini uqtiramay Endi yeni bir narsaga muhtoj bo'lib, andagi o'zi mundaq ma'naviyatni deganga nimasi va uniki ehtiyoj va ikkinchi bir narsaga. Men mushnu o'xshash deydi. U qavmi ma'u ism mavsul. Ism mavsul degani men allazi, allati, allazani, allatayni, haula, allati, allavati, zavati degan shu uqa ismlar tövəndə ham keladi. Men mushu ismlar. Yani ism mavsul ki yani allazi. Yani allaziniki muhtoj bo'lgan o'xshash deymiz. Nimaga muhtoj? Ism mavsul o'zidagi silisiga muhtoj. O'zi silis qavun, mesela jaa zaydunul lazi qama.
Ja Zeydun lezi huve alimun desek, keldi bana Zeyd ki alim idi ol Zeyd deyimiz. Anda o dikin, müşahede Ja Zeydun yakı Ja lezi huve alimun desek, keldi anda bir kişi ki o kişi nemi idi, atısı alim idi dedik. Desek uçanı yüzde ellezi yak elleti keltisem oldu. Men muşu ellezi ve elleti diye isim mevsul. Yüzniki aşın andak ya er kişi ya bir ya müzekker ya muannas ya manini bildirişte iş kılıp bir nesin bildirişte cezmen yüzünün akıdı kelgan bir sili var. O silinin o cümle. Huve kaimun. Ellezi huve kaimun. Ca'ellezi huve kaimun. Huve kaimun diyen ellezinin nemisi o silisi. Yani silgeni gibi mesela yesili ulu de. Yani ellezi bilen ve kavmi işkisi ulaqlıq degan gap, ulanğan nəsə degan gap, çetiqlik degan gap oldu. Şuna ellezi ne bir nemi degil olmaydı, uçan özdə bir kelime mi degil olmaydı. Çünkü hiç qanaq bir nəsə bildirəmaydı bu, paça. Yani ellezi degan gap Zeydundaki dal oxşaydı. Mındaq fikir etqan vaxt özdə. Çünkü Zeyd degan nemi bir isim, o ismin özü, Mabi Adam ismini deb okudu. Amma ellezi onun ağıdı huve deb isim silim kemmise o hiç qandaq bir nəsə bildirəmaydı. Bildirəməyən dikin o nima degan gap ellezi degan oxumaymiz hamda. Oxumağan dikin demek bu yılıqı isim mevsulundaki yüzdeki əsli vazi qoyğan məninin yüzü uqturuşda yüzdeki silisi demək o möhtaç. Şu möhtaçlıq itibarı bilen bu möhtaçlıq demək əsli, bu arizici emas. Onda var ki bu möhtaçlıq yüzüdə şu nemige oxşap qaldı, hərfçi oxşap qaldı. Qandakı hərf yüzlük içidiki. Mesela ba, an, ila, fi degan ba ma üçün, pi ma üçün, en ma üçün, min u üçün dedik. Aş mənini uqturuşda, onu uqturuşda aşın yüzdeki yeni kelgen isim, akıdı kelgen isim qarab andaki məni etimiz. Bunu uqturamaydı o. Bu mesela min dep gelse, bu nim degende o dese onu ben uqturamaydı. Ama biz onu Arapça okup okuvasak o uqqan bilen əsli vazi qoyğan mən uqturamaydı. Mesela badiga ilsaq üçün, musahabət üçün, istianət üçün, tədiyyət üçün degan gapni üzünü baniki təhdidi ba. O yüzü müstəqil onu bildirəmaydı. Qaçadı ki aş badi ki bir isim gəlsə şunuğa layiq, ondakini həmən mandaqdı. Mən ilsaq üçün gələn, istianət üçün gələn deyib mandaqçı deyil. Mesela kətəbdə bil qələmi. Yazdım mən qələmin yardımı ilə deyimiz. Çünkü badigan istianət üçün deyimiz. Yəni yardımı degan nereden çıxdı? Badin. Şu istianət degan gapning onun ağıdı kalem kelidi. Kalemdeki aletli oğanı yardım bergan нәрсе. Bu mu da oldu? Bunu qarab andikin banın üzü nemi deyimiz uçağınızda istianət üçün deyilgan gap. Məni bu itibar bilen andiki bu isim mevsul aşınağına bakıp qaldı. Mənə şu hərfkə mənim şu əsli ihtiyaç, möhtaç men buluş cəhətdə bunu bakıp qaldı, oxşap qaldı. Müşuda oxşap qalğandikin mənə hərfniki üzgə uçağın üzü ne oldu bunu isim məbni deyimiz. Yani isim mevsulla ne boğan oldu uçağın üzü de mənə məbniçu, isim məbniçu boğan oldu. Mənə bu isim mevsuldaki üzü mənə hər qançı amil kəsmi uçağın üzü de ne qılmaydı bu? Özgərməydi. Şübbetib turdu. Ellezine deyip kiliyordu. İnnellezine amenu ve amil saliheten. İnnellezine. Mənə indigen Toğra indigendeki üzü cemi müzekker, cemi vaatı yavlen boludu. İnnel muslimine diyendek. Hem de caallezine deydi kan kepine. Keldi bana anda caallezine deyip keldi yani. Caallezine esi paylı olan diken o yelak ceminin üzü cemi müzekker salımda paylı olsun boludu. Vavlen boludu. Caal muslimune. Yani mu deydik ama manı şu caallezine keferu. Benim işte Kur'an'da bana. İnnellezine aşağıda çoğu mesela kelidu. Kelgavat üzü hiç kana özgermedi yani. Bu nime o isim məbni. Şunu da hazır muşu iki beytniki üzüden iki beyt, üç beyt buldu mu? Men muşu üç beytniki üzüde yani asasen iki beytte isim məbniden ibaret olan bu nesin için okup olduk. Yani muşuna bir isim kelse ibaret okuvakın üzüden yukarıken kelgen aşı amil ziber kıltı deyip ma isimlerin üzerine muşundak nime zimir, onun başka ispanın harfleri, onun başka şartniki isimleri, onun başka nime o yani isim pil. Şunu da isim mevsul, isim işaret
deganlarniki o'zini i'robini omili qarab o'zgartib yurib bunda iborat o'qima. Siz lug'atni o'qisiz boshda sarfni shuni qandoq deb o'qaman shundoqcha o'qiysiz. Agar unda o'qib qo'ysa xatocha o'qiysiz deydi. Unda o'qadikin hozir ham i'rob o'qishniki bir qadar ahvolni hozirlanib qoldik, hozir tunib oldik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.